ko'rasizlar, mana bugun Dinamo Tbilisi'ni asosiy yoshlar bilan o'ynaymiz. 2017-2018 yilgi farzandlarimiz mana hammaliga ikkita marshrutkada kelishmoqda. Nasib qilsa shu yaxshi o'yin ko'rsatamiz endi. Hop. Hurmatli do'stlar, mana bugungi o'yinimiz Dinamo komandasining akademiyasi futbolchilari bilan bo'ladi. Xudo xolasa yaxshi o'yin ko'rsatamiz deb o'ylaymiz. Nasib qilsa mana yetib keldik. Dinamo akademiyasiga tashrif buyurdik. Mana bugun xudo xolasa Dinamo Tbilisi akademiyasi bilan o'ynaymiz. Yaxshi o'yin ko'rsatamiz-da, xudo xolasa. Bo'ldi. Mana shuncha ota-onalar mana bularni poddershkaga kelishgan mana. Ha. Nima qilib? Ruhlarni ko'targani. Hozir aka bitta gapirib Mana xudo xolasa o'yin. Dinamo bilan g'alaba qozonib ketamiz xudo xolasa. Bir maza qilamiz xudo xolasa. Ha. Tayyorgarchilik yomon emas mana. Tayyorgarchilik zo'r bo'lgan. Xudo xolasa YouTube bo'ladi. Mana o'yin. Bitta kimlar ekan? Mana akademiyaning stadioni. Yamarjo. Ko'rasiz. Mana bu Dinamo akademiyasi akademiyani o'yinchilar bilan 2018-2017 yilda tug'ilgan o'yinchilar bilan mana ikkita komandamizda keldi. Mana hozir o'yinga tayyorgarchilik mana Paxtakor junior komandamiz. Mana 2018 yilda tug'ilgan farzandlarimiz tayyor bular. Bu yoqda 2017 yilga. Jabar. Nimaga? O'zini tengdoshlarimga qo'yyapti-da. Ha, mana qarang kichkina hammasi. Ой. Приветствуем всех в Тбилиси. Хочу пожелать все самое лучшее, чтобы игра была хорошая для вас, для нас, и чтобы хорошо провели Грузию время. Насчет ребят, наши ребята 2018 года, они с января, команда сделана с января, и посмотрим. Желаю обеим командам все самое лучшее. Ну это будет развиваться, будет хорошо. Обязательно. И детям хорошо, самое главное. Дружба будет более такая близкая, чтобы с детства будут знать друг друга. Ну, у нас же испокон, даже начиная с союза у нас хорошая дружба у нас была. Да. Ну, все будет хорошо. Желаем удачи вам. Желаем вам тоже. Команде вашей, да, чтобы они, дети выросли и стали там... Как Кварацхели играют, как наши все так играют. Да. Дай Бог, да. Дай Бог. Удачи. Удачи вам тоже. Спасибо. Спасибо.
Va sizlar ham gutinglar yaxshi deb o'ylab qo'yma. Yo'q, uchinchi marta so'rayman. Anis tajviz, anis nasti. Bruno yutasanmi, Bruno yutasanmi, 10 yutasanmi, 10 yutasanmi, oila bo'lish kerak. Tushundinglarmi? Xato qilib qo'ydilar, nima qilsa emas. Tep. Tep. Ana gördük. Gol ana. Korur bak. Mere uka kurda. Tez taşı. Korkmasın oynaları. Ocha, kadari. Lautolo. Tep. Aldeme tep. Ocha maka ay bitika. Buradate. Ayşe sapma. Apa. Hemen ne diyorsun? Zor. Kim? Hemen diyorsun ana. Baba karabı aldırıp koyardık. Hareket kıl. Qanaqa bo'ldi bir ishtaymi? 2 mana.
Bir üç hareket qilamiz. Yoqdimi? Ayya. Zo'ra? Ayıp içinsan. Yiyirasiz. Sizlar nima baqirmayapsizlar? Boy baqiryapti deylar. Şeyle, lan var asıca. Erkekler geçiyor. Koçinam dikiyor. Ruta ukar. Ratu var. Koy. Haber out kuruyor. Ruta kardo. Saat kuruyor giriyor. Raip kuruyor. İpne var geune bir. Arts mı diyor. Aklus mindset tam. Ruta bak. Aklus. İşte fiton da ipne. Rakatsa kake. Şestomaz da. Rakta geune. İpne çavar patro. İp erkekler lidide pa. Hava kedi. Karga. Çökelepten arva kedi. Buşi da. Ава, иротта, аргот итгүй. Амери жван. Ван зе ит аузер ват. Ник мартвах ისკაც. ჩათი ხომ უკნა აიფა. ეხაც მიცა ბოლო. ეგ უკნა თოდაუთი გადაგახდება და წავში. Ikki-uka. Qadimiy aqli ishlat, yaqinroq o'ynaydi o'yinchiga. Shabaqay, qarayniga. Hele, hele. Nima? Qo'lingni ishlatma, godem bilan. Tushundingmi? Mana godem bilan yo'q, out tomon ishlat. Outga qarab. Outga qarab. Nima? Qo'lingdan keladimi? Ha! Oxirgi ikkinchisini zamzami. Kepti darvoza tepur uzoqda. Kirib ketadi. Oshirib. İyi. Vay! İyi salak çık. Динамо тоже говорите, Динамо. Хорошо играют дети у вас. Техничные такие. Gamardova. Gamardova.
Yaxshilar baqiringlar, zap tushyapti, baqiringlar yaxshilar. Baqiringlar. Abdulla ozizlik o'ynaga orqadami boshlang, tep paqillatib. Qara yugurlari. Tep. Vur. Vur. Mursodov mana 17 yoshli o'g'illarimizni 3-2 hisobda Dinamo Tbilisini mag'lubiyatga uchratishdi. Bu sensatsiya. Juda ham komandasi kuchli ekan. Shunaqa asosiy ikkita bo'limda 3-2 hisobida yutishdi bolalarimizni. Bugun endi yaxshi o'yin ko'rsatishdi. Shu kelgandan beri endi bu yerda muhitiga tushib, endi xudo xolisa bu yoqqa qolgan o'yinlarda ham yaxshi o'ynashadi degan umidamiz, xudo xolisa. Rahmat. Hozir endi bular nima bo'ladi endi? Bular 18 yoshli, 2018-yillarimiz o'ynaydi, xudo xolisa. 17 ekan-ku? Ha, 1 yosh kattaga qarshi. Xayr, bularga omad tilaymiz. Rahmat. Xo'p. Qanaqa bo'ldi o'yin? O'yin mana shiddatli o'tdi. Ahmad Salofdan so'raylik. Stadioniga boramiz va o'tinglar. Xo'p, o'yinni ko'rdingiz. Ko'rdik. Davrlardan xursandmisiz? Ya bo'lmasam-chi. Bo'lmasa. Vaqtim o'yin. Rahmat. Qarang, juda ham kuchli Yevropa futboli. Bizniki undan ham qolishmaydi, xudo xolasa. Yevropaning klublari shunday yoshlari bilan o'ynab, shunday o'yin ko'rsatdi. Zo'r, gap yo'q. Mana shunaqa kuchayib boraveradi-da. O'zidan kichkina paslar bilan o'ynasa, o'ptosh bilan. To'g'ri. Bu yaxshi namorat. Bular ham yaxshi o'ynadi, ham yosh kattalar qo'yib yubordi. Nima deyapman? O'ptoshadi-da. Shunaqa bo'ldi. O'ptoshadi. Zo'r. Foto operator, siz maza qilib ko'rdingizmi? Bu qanaqa bo'ldi o'yin? Yaxshi, zo'r. Bolalar oxirigacha kurashdi. Mana o'yindan qaytdik. 2018-yil. Albatta o'zidan 1-2 yosh kattalar bilan o'ynashdi. Mana yig'lab kelishyapti. Ozgina yutqizib qo'yishdi. Nimaga deganda ular bir kalla bilan bolalar ekan. 2017-yil Dinamo Tbilisini 2017-yil tug'ilgan termasini, endi klublar ko'p ekan, terma qilishgan. 3-2 hisobda yengishdi. Bu tasanno. Haqiqiy paxtakor o'yini, haqiqiy paxtakor ruhini ko'rsatishdi. Mana qaytdik endi. Yotoqqa endi ertaga o'yinga tayyorlanamiz. Ertaga ham yana 4 ta o'yin bor. Xudo xolasa. Stadionlar ko'p ekan, hammamiz har qaysi stadionga taklif ketamiz.
yaxshi. Bir Sog' bo'linglar, ertagacha.